Yoqub alayhissalomning 12 ta o'g'illari bo'lgan. 2 o'g'illari Yusuf va Binyamin boshqa onadan bo'lgan. O'gay akalar boshqa onadan bo'lgan. O'gay akalar Yusufni o'limini rejasini qilishdi. Borib eski quduqqa tashlab yuborish. Shu reja, shu amalni nima bilan amalga oshirdilar? Yolg'on bilan. Qarang, boshlanishida ham yolg'on bo'ldi. O'sha ishni qilib bo'lgandan keyin ham yolg'on bo'ldi. Boshlanishida yolg'on gapirib olib chiqib ketishdi. O'ynatib kelamiz deb. O'ynatib kelamiz, o'ynab keladi deb otasini aldab yolg'on gapirib olib chiqib ketishdi. Olib borib quduqqa tashlashdi. Olib kelib otaga yana yolg'on gapirishdi. Nima deyishdi? Bo'ri yeb ketdi deyishdi. Kiyimini qonga belab olib kelishdi-da, yana yolg'on gapirishdi. Qarang, qotillikni sodir bo'lishiga yolg'on bilan yo'l ochishdi, uni yopish uchun ham yolg'on bilan gunoh qilishdi. Demak azizlar, yolg'onchilik hamma gunohlarga eshik ochadigan.